Salom sizlar bo'lishadirim. Qaranglar sizlar. Menga bu shunchaki dahshatli ko'rinyapti. Mod kuchi bu. Buni mod kuchi deb qo'yibdi. Sizlar men bitta ikkita mod qo'shayotganim va shunaqangi zo'r udar mod qoldi. Menga mana shu 3 ta aslaha ko'proq yoqdi. Do'stlar, birinchisi Nezorite ko'rib turibsizlar, keyingisi oltin. Mana do'stlar, haqiqiy ritser. Keyingisi esa olmos. Juda ham zo'r turibdi. Do'stlar, menga bilmadim, menga qolsa Nezorite desa yaxshi. Qaranglar sizlar, shunchaki zo'r. Shunchaki bular dahshatli darajada zo'r ko'rinyapti. Agar yoqqa bo'lsa bitta like va obuna ayaveringlar. Shunchaki dahshat. Do'stlar, yana o'tlar zo'rlar tushib qolsa meni orqaga sizlarga aytib yuboraman. Mana qilib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz ham 100 ta bo'laylik. Sizlarga menga yoqqanlarini qistirib chiqamiz. Qani trident yordamida bu yerga qo'yamiz. Unga birinchi o'rinda olmos aslahani kiygizdiramiz. Tayyor do'stlar, ana ko'rishlaringiz mumkin. Bu birinchi aslaha. Вообще-то hammasini qo'yib chiqmay axirisi sizlarga havasi kerakki. Hozir qo'yib qo'yganimdan keyin videoni yoqaman. Do'stlar, havasini qo'yib bo'ldim. Mana qanday bu temirni maydalangani bo'lar-ku, ashaqa bu Nezorite, bu oltin, bu olmos, bu temir. Temir ham zo'r ekan, lekin afsuski modimiz qangi buni uncha-munchaga o'zgartirib, ya'ni bu deganimda mana bu terli aslahani uncha-munchaga o'zgartirmabdi. Yana ikkita modlar qo'shib olib videoga yuboraman. Do'stlar, bugunga shular. Yoqqa bo'lsa kanalga obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Qarang, qilich berib qo'ysa qanaqa zo'r bo'lib qo'yadi. Va o'tirib uni o'zgartirsak bundan zo'r bo'lsa kerak. Faqat mablag' xalaq beryapti. Buni va buni olib tashlab qo'yamiz. O'tiramiz. Bum haqiqatan o'tiramiz. Mana do'stlar. Bunisi dabdaba turibdi va do'stlar, men aslaha agar video yoqqanmasa like bosinglar, obuna bo'linglar. Bundan zo'r kiyimlar yo'q shekilli.